beparosat. Amerikalik tadbirkorlarning o'rtasida shunday bir gap bor. Agarda sizning mahsulotlaringiz New Yorkning Javits markazida ishtirok etayotgan bo'lsa, demak siz jahon miqyosiga chiqib bo'ldingiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Misr Otabek TV kanaliga va New Yorkning Javits Expo markaziga xush kelibsizlar. Aynan mana shu markazda bugun O'zbekistonning tekstil sanoatini mahsulotlari taqdim etilmoqda. Ushbu video orqali biz mana shu mahsulotlarni qaysi kompaniyalar olib kelganini ko'rsatamiz va qolaversa ushbu tadbirning eng asosiy maqsadlarini ushbu video orqali birgalikda bilib olamiz. 1986-yilda tashkil topgan Dimaretti O'zbek kompaniyasi o'z mahsulotlarini shu yerda taqdim etmoqda. Ushbu kompaniyaning vakili sifatida aytingchi, nima uchun amerikaliklar mana shu kompaniyaning kostyum-shimlarini tanlashlari kerak va bu brendning unikal tomonlari nimadan iborat? Dimaretti kompaniyasi uzoq yillardan beri MDH va Yevropa davlatlariga eksport qilib keladi va yevropaliklar uchun bizning kostyum-shimlar juda ma'qul kelgan. Nimaga Amerika uchun ma'qul kelmasligi kerak? Avvalambor hozirgi kunda biz Amerikadagi top hamjamiyatlar bilan muzokaralarni olib borib va yaxshi natijalarga erishdik. Keyingi bosqichlarimiz Los Anjelesda do'konimizni ochib, bu yerdagi tarmoqlarimizni ko'paytirish. Navbatdagi unikal o'zbek brendi bu Shoygul. Xo'sh, amerikaliklar mana shu brend haqida nimalarni bilishlari kerak? Biz olib kelgan mahsulotlarimiz mana shu yerdagi raqobatchilarimiz, mana Xitoy, Bangladesh, Pokistondan kelgan, Turkiyadan kelgan bizni deylik hamkasblarimizning mahsulotlariga nisbatan sifat nuqtai nazaridan ham qolishmaydi, narx nuqtai nazaridan ham bemalol raqobat qilish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Bu yerdagi stendni ham ko'rsatsangiz bizga. Adashmasam, u yerda tayyor mahsulotlar, to'g'rimi? Bu yerda tayyor mahsulotlar. Shoygul Mergantex. Bularni hammasi O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz tomonidan olib borayotgan islohotlarni mevasi deb hisoblayman. Mana o'zimiz mana shu ko'rgazmalarga nafaqat ishtirokchi bo'lib, endi mana shu yerda Yevropaga ham, mana Amerikaga ham o'zimizning mahsulotlarimizni endi konteyner olib kelib eksport qilish vaqtiga muyassar bo'lamiz. Navbatdagi kompaniya Htex Group. Ushbu kompaniyaning vakili sifatida bizga mana shu brend haqida ko'proq ma'lumot bersangiz. Htex Buxoroda tashkil topgan korxona hisoblanadi. Bizlar klaster korxonasimiz. Bu degani paxtani ishlab chiqarib, paxtadan ipkala va mato, bo'yalgan matodan tayyor mahsulotni hammasi bitta korxonaga tegishli. Biz bir yilda 15 millionta tayyor mahsulotgacha ishlab chiqaramiz. Global Textile Infinity Farg'onada ochilgan kompaniya. Biz bu kompaniya haqida nimalarni bilishimiz kerak? Global Textile Infinity 2022-yili Farg'ona viloyatida ochilgan. O'zbekiston paxtasini qayta ishlab, mato, trikotajli mato va u matodan futbolka, hudi, polo, pijama, shu kiyimlarga kerak bo'ladigan matoni ishlab chiqaramiz. Bir yilda maksimum 100 million dollargacha, hozirgi kunda 100 million dollargacha eksport amalga oshiramiz va kelajakda hozirgi kutilayotgan rejalarimiz eksportimizni yana ham oshirib, tayyor mahsulotni ishlab chiqarish etapigacha yetib borish, protsessigacha yetib borish. Amerika bozori biz uchun yangilik. Bu yilgi Textile World Exhibitionda ko'rgazmasida birinchi marta qatnashyapmiz. Shu birinchi marta qatnashib, shuni orqasidan Amerika bozorida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga qanday talab bor, qanaqa standartlar, qanaqa sertifikatlar asosida bu yerga mahsulot yetkazib berishimiz mumkin va kelajakda biz yana nima ishlab chiqarib bu bozorni egallay olishimiz mumkin O'zbekiston mahsuloti bilan. Shu rejalar, shu niyatlar maqsadida kelganmiz. Navbatdagi o'zbek brendi Amirtex. So, the first question, why Uzbekistan has to be a choice of American market? So Uzbekistan is a good choice for the US market as well as for the European market. Like, it's a diversifying country of origin. Like US brands can reduce their risk to keep the dependency on one country or two countries like China and Vietnam. Also, there are advantages for the tariff.
So I think Uzbekistan is a game changer in near future for the world. Thank you. And the next question, what we have to know about this brand, Amirtex? Amirtex is our brand mainly for the knitted garment manufacturing, and is under the Bukhara Agro cluster. So we are located in the Bukhara region, and like you can say Amirtex is one of the best garment manufacturing unit in Uzbekistan. Like we are continuously 100% doing exports to the European countries, and now we started the production recently with the US brands. So like and we have everything in house, from cotton, yarn, fabric, and all garment manufacturing, all type of products you can see here. Thank you. I wish AQSh bozoriga kirib bo'lgan o'zbek kompaniyasi Artetex. Bu kompaniya haqida yana biz nimalarni bilishimiz kerak? Kompaniyamiz Xorazm viloyatida joylashgan. Ikkita fabrikamiz bor, tikuv fabrikamiz, 300 dan ortiq xodimlarimiz bor, международный sertifikatlarimiz bor va AQSh bozoriga biz o'tgan yili ham xuddi shunaqa ko'rgazmada ishtirok etib, bitta mijoz topganmiz. U bilan allaqachon aloqalarni boshlab, mana eksportimizni amalga oshirdik. Bu yilgi kelishimizdan maqsad mijozlar sonini bittadan ko'pga ko'paytirish. Juda ham yaxshi. Yana qanaqa unikal tomonlari bor bu brendda? Endi biz tikuvchilik fabrikasi bo'lgani uchun vertikal holatda bo'lmasak ham unikal holati hamma narsa ishlab chiqarish o'zimizda, ya'ni matoni sotib olgandan boshlab har xil printi, vishivkasi, butun jarayon, tikish jarayoni biz o'zimizda joylashgan. Bizning unikal tomonimiz narxda va asosiysi yetkazib berish muddatida. Ya'ni qisqa muddatda ishlab chiqarishni bajarib, AQSh bozoriga jami zakaz bergandan yetkazib berguncha 4 oy ichida amalga oshirish buni. Bugungi tadbirning asosiy tashkilotchilari bilan tanishamiz. Marhamat. O'z to'qimachilik sanoati uyushmasi tomonidan mazkur ko'rgazmaga O'zbekistonda mahalliy ishlab chiqarilayotgan korxona vakillarini tashkiliy masalalarda ko'maklashgan holda mazkur ko'rgazmaga, ya'ni New Yorkning eng yirik ko'rgazmalaridan biri Texworld Apparel Sourcing ko'rgazmasiga tashkillashtirish ishlarini amalga oshirdi. Marhamat. Mazkur tadbirda Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi mahalliy tadbirkorlarga o'z hamrohligini ko'rsatmoqda va moliyaviy yordam ko'rsatishda amaliy yordam ko'rsatiladi. Hamda ushbu tadbirga O'zbekistonning New Yorkdagi bosh konsulxonasi ham amaliy yordam bermoqda. Ularning vakili Botirjon bizning yonimizda. Bosh konsulxona ushbu tadbirlarni tashkillashtirishda yaqindan yordam berishga hamisha tayyor. Rahmat. Men o'ylaymanki, mana shunday tadbirlar ko'proq bo'lib o'tsa, demak tezroq O'zbekistonning barcha mahsulotlari Amerika bozoriga kirib boradi. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va mana shunday ko'rgazmalarda hali ko'p marotaba ko'rishganda ko'rishguncha.